Salom yurtdoshlar, bugungi mijozimiz Cookbook kafesi. Bizni bu yerga bolalar o'yingohi ro'parasidagi o'rindiqlarni tozalashimizni iltimos. O'zingizga ma'lumki, bunday joylarni tez va sifatli tozalab turish lozim, yoki o'z vaqtida tozalanmagan qandaydir dog' yoki kirlar sizga bundan 10 barobar qimmatga tushib ketishi ham mumkin. Bu esa biz tozalashimiz lozim bo'lgan o'rindiqlar. Ularning materiali yumshoq qoplama bilan o'ralgan, asosan velvet matosidan iborat bo'ladi. Kafe mijozlarini bezovta qilmaslik uchun biz o'z ishimizni kechqurun boshladik. Tozalash ishlarini boshlashimizdan oldin har bir stulni biz ko'zdan kechirib chiqdik. So'ngra stul materiali uchun xavfsiz bo'lgan tozalovchi vosita bilan faqat dog'langan joylarga sepib chiqdik va yig'ilib qolgan kirlar mebeldan ajralishi uchun biz unga biroz vaqt beramiz. Taxminan 4-5 daqiqadan so'ng ekstraksiya usuli orqali issiq suv va maxsus kimyoviy vosita aralashmasini stulga sepib, ekstraktor apparati yordamida kir, suv va ko'pik birga so'rib olinadi. Bu usul mebelga chuqur joylashgan kirlarni bo'shatishimizga yordam beradi. Ko'rsatayotgan kichik xizmatimizni qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosib, bizga obuna bo'lsangiz, biz bundan juda xursand bo'lamiz. Va albatta har bir stulimizga detailing xizmatidan foydalandik, ya'ni stulga to'kilishi mumkin bo'lgan har xil shirinliklar, ketchup, mayonez, yopishtirilgan jvachkalarni mebeldan olib tashladik. Deyarli 1 soatdan so'ng biz barcha o'rindiqlarni tozalab bo'ldik. Suvning kirligidan mebellardan qancha kir chiqqanini ko'rishingiz mumkin. Kimga shunday mebel yuvish xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qiling yoki direktdan yozing.